Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega uzumda tovarlar qimmat? Yoki uzum bizni aldayaptimi? Keling, tahlil qilib chiqamiz. Savdogar 65 ming so'mga Xitoydan borib tovar oldi. 25-30% tovarning logistika va bojxona xizmatlari uchun sarflandi. 20-30% o'z foydasi uchun qo'ydi. Mijozga tovar tan narxi barcha xarajatlar bilan 100 ming so'mga sotildi. Agar u tovarni uzumdan olmasa, keling hisoblaymiz, nega uzumda qimmat? Infografika yaratish xizmati 10%, qadoqlash 5%, uzum omborga yetkazish 5%, komission xizmat 22 dan 30% gacha, mijozga yetkazish xizmati 5%, aksiyalar 5%. Jami 160 ming so'm. Demak, uzumda tovarlar qimmat. Shoshmang, fikrlang. Bugunda narx emas, vaqt qimmat. Odamlar 70% emas, vaqt, qulaylik va ishonch to'layapti. Chunki zamon tezlashdi. Har bir soniya boylik, sog'lik, mehr. Bugun dunyodagi eng yirik bozor ko'chada emas, telefonimizda. Moyev sizga uzumda savdo qilishni, Xitoydan tovar olishni va haqiqiy biznesni o'rgatadi. Iltimos, bizga obuna bo'ling. Izohlarda fikringizni qoldiring. Sizlar uchun yanada qiziq ma'lumotlarni tayyorlaymiz.